Sizningcha bu hikoyaning oxiri deb o'ylaysizmi? Nega unda boshlash kerak edi? Albatta, oxiri emas. Tergov boshi berk ko'chaga kirib qoladi. Biroq politsiya kuzatuvni davom ettiradi va bir kuni mutlaq bo'm-bo'sh uyning derazasida parda qimirlaydi. Politsiya ichkari kirib, shiftdagi teshikda ingichka oyoq yashiringanini ko'radi. O'sha hammani qo'rqitgan sirli mavjudot qattiq holdan toygan odam 59 yoshli Teodor Konis bo'lib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, qotillikdan oldin u ovqat izlab uyga yashiringan va u yerda uy egasi Filip Petersga duch kelgan. Peters uni kaltaklay boshlagan va Teodor bunga javoban uni o'ldirgan. Shundan so'ng qotil bir necha oy davomida chardoqda yashirincha yashagan. Muzlatgichdan oziq-ovqatlar olgan va shitirlash va siluetlar bilan xizmatchilarni qo'rqitgan. Bu noyob hodisa tarixga Dender o'rgimchak odami nomi bilan kirgan va u ko'rsatadiki, ba'zida qo'rquv shunchaki bizning tasavvurimizdan iborat emas. Xizmatchilar arvohlardan qo'rqishdi, ammo aslida ular haqiqiy xavfdan qochishdi. Qo'rquv bu bizni turli xil tahdidlardan, shu jumladan chordoqdagi uysiz odamlardan qutqaradigan himoya mexanizmidir.